Birga ishlagan biznesmen mana bunaqa yaxtada Mayamiga aylanib kelamiz deb chaqirdi-da. Mayamiga ketdik. Aylanib ketamiz dedi. Men savol qiynayapti-da, so'raymi nomanda. Keyin so'rayman dedim. Boshqa yaxting bor, Range Roverda yurasan, boshqa ancha bo'lib qoldi, 5-6 yil. Nima qilasan? Qayerdan pul topasan dedim. Ya'ni asosiy daromading qayerdan dedim-da. Keyin bundoq qaradi-da, topgan dedi. Tak dedim. Kriptoga tiqasanmi dedim. Yo'q dedi. Trading qilasanmi dedim. Yo'q dedi. Biznes qilasanmi dedi. Ha dedi, faqat biznes emas dedi. Yana nima dedim. Asosiy daromadim investitsiyadan dedi. Xudo qiziqdim-da. Nimaga investitsiya qilasan dedim-da. Men qanaqadir ham qiyin narsalar, katta korporatsiyalar, bu narsalar, banklar deb o'yladim-da. Yo'q deyapti-da. Men ko'chmas mulkka kommersiy zdaniyalarni olib arendaga beraman deyapti. Yashaydigan uylarni 8 ta oilali, 10 ta oilali, 12 ta oilali, ya'ni duplex, triplex anaqalar bor. Uylar bor, bitta rayonda townhouse'larni 8 tasi, 10 tasi bittada sotib olsa bo'ladi-da. O'shani arendaga beraman deyapti. Va undan tashqari fond bozoriga investitsiya qilaman deyapti. Ya'ni san daromading asosiy investitsiyadanmi yo biznesdanmi deyapman-da. To'g'ri, biznesdan asosiy meni pulim, daromadim kelib turadigan joyi, aktivni kelib turadigan joyi. Bu yoqdan deyapti. Lekin passiv daromadim, meni qilgan investitsiyalarim o'sha ko'chmas mulkka, uylarga, fond bozoriga, kommersiy недвижимостьga, ya'ni o'shanga qilgan investitsiyam katta foyda bergan investitsiyalar hisoblanadi deyapti-da. O'shandan keyin men ham o'ylab qoldim. Kriptoga kirganimda tushunmaganman, kriptoga ko'tarilib tushganlarida men pul yo'qotganman, noto'g'ri kirgan vaqtlarim bo'lgan, noto'g'ri kriptodan chiqib ketgan vaqtlarim bo'lgan. Pul yo'qotgandan keyin tavba qilganman-da, chiqib ketganman. Undan tashqari men trading qilganman kriptoda. Kriptoda trading eng ishlash qiyin bo'lgan narsa, har xil strategiyalar, metrikalar, o'sha onlayn informatsiyalar, hypelar kriptoda ishlamashini tushunganman. Ya'ni kriptoni kontroli, uni oson pump dump qiladigan sxemalari borligini tushungandan keyin kriptodan tavba qilganman, kriptodan chiqib ketganman. Lekin fond bozori bilan ko'chmas mulk rostdan menga eng ko'p daromad olib kelgan bo'lib chiqqan. Chunki fond bozori menga stabil o'sish bergan va ko'chmas mulk menga eng riski kam investitsiyadan bittasi bo'lgan. Shunda men o'ylaganman, rostdan ham men to'g'ri yo'lga ketayotgan ekanman. Tushunib yetganman, shu investitsiyalar meni hayotimni eng ko'p o'zgartirgan aktivlar va resurs hisoblanganligini. Shuning uchun bugun bizning temamiz nima bo'ladi? Men nechta ko'chmas mulkka investitsiya qilganim, qanaqa qilib investitsiya qilganim, qancha menga daromad olib kelyapti, ko'chmas mulk passiv va aktiv daromadini tushuntirib aytib beraman. Ko'chmas mulkka o'zi nima? O'sha gapirdim-ku, ko'chmas mulk bu uyni eng oddiy tilda gapirgandek. Siz yashab turgan uyingizni kimgadir ijaraga berishingiz. Agar sizni ikkita uyingiz bo'lsa, bittasini kimgadir ijaraga bersangiz, kimdir arendada yashasa, sizga daromad olib kelib turadi. Ya'ni u ijarada yashagan uchun sizga $1000 qanchadir ham to'laydi pul, sizga u passiv daromad bo'ladi. Bu eng oddiy sxemasi, eng oddiy, ya'ni Robert Kiyosakini kitoblaridan, boshqa kitoblardan eng oddiy sxema bu uyni olib arendaga berib qo'yish. To'g'ri, arenda berganda passiv daromad bu eng yaxshi afzalligi bu uyni, ko'chmas mulkni. Lekin bundan tashqari yana 5 ta afzalligi bor va o'sha 5 ta afzalligi uchun ko'chmas mulk men uchun eng zo'r investitsiya. Men o'zim 2 ta uyga investitsiya qilganman Amerikada. Ularni arendaga beraman, ular menga har doim passiv daromad olib kelib turadi. Lekin undan tashqari 5 ta afzalligi sanab beraman hozir. Eng katta plyuslardan bittasi, plyus hisoblanadi. Birinchisi eng kam risk. U uyni sotib olganman, u uy meni nomimda, u uy bankrot bo'lmaydi. Hech kim uni o'g'irlab ketmaydi, joyida turadi. Hech kim uni buzib tashlay olmaydi. U uy strafovkasi bor. U uy o'sha turadi va nima bo'lsa ham menga arendadan daromad olib kelib turadi. To'g'ri, arendaga sпрос tushishi mumkin, ya'ni kamroq arendaga odam kelishi mumkin, balki narxi tushishi mumkin. Arenda narxi. Lekin baribir uy har doim kerak, har doim kimdir uyda yashashi kerak. Hozirgi sharoitda butun dunyo bo'yicha odamlarni ko'payib borishi, Amerikada migrantlar ko'payib kelishi uylarning narxi ko'tarishiga olib boryapti. Har doim uylar narxi ko'tarilib boradi. Menga bitta aqlli odam aytgan, yer rezinadan emas, yer cho'zilmaydi, yer limiti bor. Agar yer limiti bo'lsa, значит, yerni sotib olgan odamlar o'sha limitni ushlaydi qismini.
va u har doim limitirovani, har doim yetishmovchilik bo'ladi. Har doim uy yetishmaydi. Nimaga har doim qurilib borishadi? Qurib yengil uylar qurib boradi. Chunki odamlar ko'paygan sari uy yetishmaydi. Shuning uchun uyning narxi tushib ketishidan ham risk yo'q. Balki krizis bo'ladi, boshqa bo'ladi, uyning narxi tushadi. Lekin uyning narxi tushgandan uy o'zgarmadi-ku. Uyning narxi tushgandan siz sotmasangiz uyni, sizni uchun uy sizni summangizda olingan 100 mingga olgan bo'lsangiz yoki 500 mingga olgan bo'lsangiz, o'sha 500 minglik uy bo'lib turaveradi u. Lekin har doim u passiv daromad olib kelib turadi va eng riski past hisoblanadi. Fond bozori, kripto, любой boshqa biznes, любой bilan solishtiring, eng past risk bo'ladi. Даже tillani narxi ko'chmas mulkdan ko'ra mana bunaqasiga anaqa qilib yuradi. Tilla hech kimga kerak bo'lmay qolsa, ilojisi bor, shu tilla hech kimga kerak bo'lmay qoladi. Nechidir millionlab tonnalab tilla borda, qanot banklarda yecheykalarda turadi. Kimga kerak u tilla, o'sha turgan tilla yecheykada? Uy har doim kerak. Uyda yashasa bo'ladi. Tilla nima? Taqim choyga ishlatiladi, qayerdadir zavodlarda balki nima ishlab chiqarishga ishlatiladi. Bo'ldi. Taqim choysiz yashay olamiz, lekin uysiz yashay olmaymiz. Shuning uchun uy har doim eng riski past hisoblanadi. Ikkinchidan, uy inflyatsiyadan plyus oladi, ya'ni inflyatsiyadan foydalanadi. Uyning narxi qanchalik inflyatsiya o'sgan sari uyning narxi ham ko'tarilib boradi. Inflyatsiya uyning narxini o'sishiga olib keladi. Sizni pulingiz, uyga tiqib qo'ygan pulingiz inflyatsiyani hisobiga payib boradi. Chunki 100 mingga olingan uy 10 yildan keyin 200 ming, 300 ming bo'lib qimmatlashib boraveradi. Inflyatsiya pulni qadri tushgan sari uylar narxi ko'tarilib boradi. Inflyatsiyaga qarama-qarshi ishlaydi uyga qilingan investitsiya. Shuning uchun uy inflyatsiyadan yutadi. Uchinchidan, bu narsani o'zi aytdim, uy har doim narxi o'sib boradi. Qachon uylarning narxi tushib ketib, nolga tushib ketganini ko'rgansiz? Qachon uy tushib, ko'tarilib shunaqa narsa ko'rgansiz? Faqat Amerikada krizis bo'lganda, ko'chmas mulk krizis bo'lganda, uy krizisi bo'lganda, bir marta tushgan uylar o'sha payt ekonomik krizis hisobiga uylar tushib, juda ham qisqa muddat bo'lgan, bir necha yilda o'sha uylar narxi yana qaytib ko'tarilib ketgan. Chunki o'sha krizis ta'sir qilgan. Lekin uylar o'zgarmagan va uzoq muddatda faqat o'sib borgan narxi. Hozir ham uylar narxi ko'tarilib, juda ham qattiq o'sib boradi. Uyning narxi o'sishda davom etadi. Sizning investitsiyangiz yo'qotish ilojisi yo'q. Ya'ni pulingiz kamayib ketish ilojisi yo'q. Agar kriptoga даже fond bozoriga noto'g'ri kompaniyaga investitsiya qilib qo'ysa, u kompaniya bankrot bo'lib, narxi tushib ketib qolsa aksiyani yoki kompaniya yaxshi daromad olib kela olmasdan investorlarga investitsiya qilishni to'xtatsa, uni aksiya narxi tushsa, uyning narxi unaqa ilojisi yo'q. Uyning narxi pastga tushishi juda ham qiyin. Juda ham qattiq omil bo'lishi kerak, bilmayman. O'sha davlatda hamma tark etish kerak, чтобы uylarning narxi tushib ketishi, urush bo'lishi kerak o'sha davlatda, чтобы uylarning narxi tushib ketishi uchun-da. Shuning uchun siz O'zbekiston yoki misol uchun Amerikada yashayotgan bo'lsangiz, bu eng stabil, O'zbekiston eng stabil deb aytolmayman, Amerikani stabil desa bo'ladi. Misol uchun stabil davlatda yashayotgan bo'lsangiz, uylar narxi faqat o'sishda davom etadi. To'g'ri, men bu narsani predikt qila olmayman, ya'ni mana shunaqa bo'ladi deb konkretna narsa ayta olmayman, lekin istoriya bo'yicha, statistika bo'yicha asrlar davomida uylar narxi har doim o'sib borgan, pulni narxi qadri tushib borgan. Shuning uchun uyning narxi har doim o'sib boradi. To'rtinchidan, passiv daromad har doim oshib boradi. Nimaga? Chunki narxlar qimmatlashgan sari, hamma narsa qimmatlashgan sari sizni arenda berayotgan odamingiz ko'proq arendaga pul to'lashni boshlaydi sizga. Ya'ni daromadingiz oshib boradi. Uyni passiv daromadni oshish yo'llari ko'p. Qo'shimcha xona qo'shsa bo'ladi, agar o'zingiz uyingiz bo'lsa. Qo'shimcha etaj qursa bo'ladi, qo'shimcha nimadir ham garaj qursa bo'ladi, qo'shimcha qanaqadir ham remont qilsa bo'ladi va uyni qadri oshgandan keyin arendani ham narxi oshadi. Siz 2 xonali, 3 xonali qildingiz, 2 xonali uylar misol uchun $300 ga arenda berilsa O'zbekistonda, 3 xonalilar 500 ga berilishi mumkin. Ya'ni bir xona qo'shishingiz mumkin. Endi xona qo'shish deganda qanaqa aytiladi? Balkonni xona qilib qo'shishadi. Svoyda uy, o'z uyidagilar bo'lsa, garajda yana bitta xona qo'shishadi. Ya'ni shunaqangi uyni to'g'ri organizatsiya qilib, to'g'ri remont qilib turib, uni arenda narxini ham ko'tarsa bo'ladi, ya'ni daromadni oshirsa bo'ladi. Bu ham katta plyuslardan bittasi. 5-chi narsa bu, agar uy kreditga olingan bo'lsa, u islomiy kredit bo'lishi mumkin, boshqa kredit bo'lishi mumkin. Nasiya hozir kredit deganda protsentni gapirmayman. Men hozir qarzga olingan, uy olingan haqida gapiraman. Bu narsani to'g'ri kreditga olib uy olsa, to'g'ri olsa, bu eng katta plyus bo'ladi. Nimaga? Agar siz kreditingiz misol uchun $500 bo'lsa va siz uyni $1000 ga arendaga bera olsangiz, kreditga bilmayman
20 ming dollar yoki 50 ming dollar siz pul tiqib o'sha uyni sotib olsangiz, uy sizni nomingizga bo'ladi. Siz kreditga olgan kreditingizni arendada yashayotgan odam to'laydi va nechadir yildan keyin o'sha necha yillik kredit bo'lsa, o'sha arendadagi odam kreditni qolgan qismini to'layveradi va u sizga uy uzoq muddatda tekinga, down paymentni hisoblamasa, sizga tekinga tushadi deb aytsa bo'ladi. Chunki sizni yashaydigan arendator kreditni to'laydi. Lekin bu yoqda Amerikada eng katta plusi bor, buni ko'plar tasavvur qilmaydi. Ko'plarga bu narsa to'g'ri kelmaydi. 30 yillik kredit beradi. 30 yillik kreditda katta pluslari bor. Bu plusdan bu narsani, lekin Amerikadagi eng katta plusdan ko'plar foydalanmaydi. Amerikada bu 30 yillik kredit 30 yilda $1 million qanchalik qadrini yo'qotadi yoki $100 ming qanchalik qadrini yo'qotadi. Agar misol uchun siz kreditga $100 ming olgan bo'lsangiz, 30 yil oldin, mana hozir 2025-yil, 95-yilda $100 ming juda ham katta pul bo'lgan. 95-yilda $100 ming ga 10 ta uy sotib olsa bo'lgan. O'zbekistonda 10 ta uy sotib olsa bo'lgan. Realda 10 mingga uylar bor edi. Men yoshligimda esimda uy olganmiz, ko'chganmiz, boshqa qilganmiz. 10 ming, 20 mingga uylar sotib olinsa bo'lgan, ilojisi bo'lgan. Hozir o'sha uylar 100 ming. Mana 3-4 xonali uylar, 4-5 xonali uylar 100 ming O'zbekistonning o'zida. Ya'ni nimaga unaqa? Chunki pulli qadri ham tushgan. Ha, uyning narxi ko'tarilgan, lekin pulli qadri tushgan. 100 ming o'sha paytda 100 mingga 100 ming emas, $1000 ga mashina olsa bo'lardi. Hozir $1000 ga mashina bo'lmaydi-yu. Hozir mashina kamida $10 ming turadi. Xuddi o'sha mashina, o'sha Nexia O'zbekistonda necha pul turgan? Ya'ni pulli qadri inflyatsiya haliga aytgan narsa tushishda davom etadi. Endi siz tasavvur qiling, siz 100 ming qarz olgansiz, o'sha paytda sizning daromadingiz $100 bo'lgan 30 yil oldin. Siz 20 yildan keyin $1000 olasiz daromad. Chunki siz daromadingiz o'sgan, inflyatsiyaning hisobiga siz endi $1000 daromad olasiz, xuddi shunaqa hayot kechirasiz. Lekin sizning qarzingiz o'zgarmadi. Sizning qarzingiz 100 ming bo'lib qoldi. Siz o'sha u payt juda ham katta hisoblangan pul hozir endi kichkinaroq hisoblanadi. Men sizga misol keltiraman. 2020-yil birinchi uyimni sotib olganimda 300 mingga townhouse sotib olganman va unga 50 mingmi, 60 ming down payment qilganman. Endi 240 ming deylik qarzim bo'lgan. O'sha payt meni daromadim qancha edi? 6 ming, 7 ming atrofida edi. Balki 5 ming, 5-6 ming atrofida edi. Hozir 2020dan 25ga nisbatan narxlar hamma narsaga 2 barobar oshdi. Bundan tashqari daromadlar ham 2 barobar oshdi. O'sha payt men misol uchun aytaylik 70 ming daromad qilayotgan bo'lsam, 3 yillik oyligimni hammasini naloglarga to'lamasdan uyimga to'lasam, 3 yilda u kreditimni o'zi olyapman. Hozir men to'g'ri rivojlandim, katta pozitsiyaga o'tdim, daromadim 3 barobar oshib ketdi, 3 dan ham ko'p balki oshib ketdi va men hozir tasavvur qilaylik 200 ming olyapman. Hozirgi paytda men 1 yillik daromad bilan bu uyni kreditini to'lay olyapman. O'sha paytdagi olingan kreditni qarzimni hozir qiymati tushib ketgan. Bu eng katta narsa, chunki bu inflyatsiyaga qarshi o'ynaydi. Inflyatsiya meni o'rtog'im hisoblanadi. Inflyatsiya menga yordam beradi. U uy hozir 500 mingga sotsa bo'ladi. 500 mingga baholanadi. 500 mingga sotib olsam bo'ladi, lekin sotmayman. Arendador yashayapti. Bu meni kreditimni yopishda davom etyapti. Men u kreditni hozir imkonim bo'lsa ham yopib olmayman. Nimaga? Chunki meni 20 yildan keyingi yoki 10 yildan keyin 200 minglik qarzim meni 1 oylik oyligim bo'lishi. Ya'ni 20 yildan keyin katta ehtimol bilan 1 oylik, balki 3-4 oylik oyligim bilan u 200 mingni yopib oladigan sharoitda bo'laman. Shuning uchun men u kreditni yopishga shoshilmayman. To'g'ri, men uni shunaqa qilishim kerak, чтобы arendada yashayotgan odam u narsani butunlay to'lab olsin va menga o'sha 500 minglik uy 50 mingga tushsin, yoki 60 mingga tushsin. Hozir точно eslolmayman, down paymentim 20% edi. 300 mingdan 20% 60 ming ekan. 60 mingimni o'sha arendada yashayotgan odam to'lab oladi va oxir oqibat men u uyni sotsam juda ham katta foydaga kiraman. Chunki u uy agar sotsam bo'lmasa arendada davom etib turadi. Menga passiv daromad olib kelish davom etadi. Men uni sotishim shart emas. Shuning uchun ko'chmas mulk mana shu top 5 ta pluslari bor. Siz fikringiz bo'yicha kommentda yozib qoldiring. Sizning fikringiz bo'yicha ko'chmas mulk yaxshi investitsiyami yoki yo'qmi va bu investitsiya qilishga sizga harakat qilarmidingiz yo'qmi? Keyingi videolarimda bundan ham yaxshiroq ma'lumotlar oling.